Shtangilli purkagich sotib olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak va buni qanday yig'ish kerak? Davleniya tushib ketganda nimalarga e'tibor berish kerak? Nasosda remont qilishi, barchasini sizlarga tushuntirib beraman. Assalomu alaykum, Agrotexnika o'z kanalim kuzatuvchilar. Sizlarga bugun noldan boshlab shtangilli purkagich haqida ma'lumot beraman. Xo'p, birinchi nasosga keladigan bo'lsak, ko'pchilik aytishi mumkin, ko'p ishlatadi, davleniyasi tushib ketib qoladi. Davleniyamiz tushib ketib qolyapti, vaqt o'tgandan keyin sepmay qolyapti deydi. Shuning sabablarini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Juda ko'pchilik shtangilli purkagich sotib oladi, vaqti o'tib buni moyini almashtirmaydi. Mana moy bor bu yerda 20 ga 30 yog' quyiladi bunga, mana moy. O'zi qopqog'iga ham yozib qo'ygan 20 ga 30. 20 ga 30 mana. 20 ga 30 yog' quyiladi. Endi buni ichini ochib ko'rib, sal jig'ini ko'rasizlar. Endi motor qanday jig'ini ko'radi hali, yog'ni jig'ini. Xuddi shunga o'xshab buni ham jig'ini ko'rib, yomon bo'lib ketgan bo'lsa, qorayib, asfalt tushib ketgan bo'lsa, almashtirish kerak. 1 yilda bir marta almashtirib qo'ysalar ham bo'ladi. Bunga ko'p yog' ketmaydi. 1 litr yoki 1.20 shunaqa yog' ketadi. Ko'p yog' ketmaydi. Vasa borsa 1.5 litr yog' ketadi. Shuni to'kib qo'yib, 1 yilda bir marta almashtirib tursalar yaxshi bo'ladi. Keyin davleniyasiga tushib ketmaydi ancha-munchaga. Endi keyin yana bitta buni ham shtangilli purkagichlarda bo'ladi. Bir marta nasosni remont qilgandan keyin bo'ldi, qaytib yaxshi bo'lish qiyin bo'ladi. Davleniyasi pasayib qoladi. Remont qildingizmi, davleniyasi pasayadi. Endi buni ba'zi bir sabablarini misol 100% aytolmasligim mumkin. Ba'zi bir salinadan chiqib qoladi. Salinaning bittasini qo'yib, bittasini almashtirishmaydi. Hammasini almashtirish kerak. O'shanda davleniya yana zo'r bo'laveradi. Shu ko'pchilik aytib telefon qiladi, aka deydi, nasosni remont qildim deydi, lekin yana o'ziga holatida qaytmayapti deydi. Buning uchun barcha zapchastlarni almashtirish kerak. Endi porshenda bu nasos 3 porshonli bo'ladi. 540 ta ishlaydi. Ko'p mingda, ba'zi bir holatlarda mingda ishlatishadi. Mingda buni porshonlarda yorib tashlaydi. 540 ta ishlatish kerak. Bunda 3 ta porshon bor. Tepada yoki yonda. Endi bunda ichida membranalar bo'ladi. Membranalar agar mabodo yorilib ketib qoladigan bo'lsa, bu avtomobilga suv aralashib ketadi. Suv aralashib ketgandan keyin ishlamaydi, nasos sepmaydi. Buning uchun membranalarni ko'rib, yorilganini almashtirib qo'yish kerak. Buni orqasida mana ostlarga ko'rsataman, mana buni orqasida prujinalar bo'ladi. Prujinalar vaqt o'tgandan keyin yumshab qoladi. Yumshab qolganda ham davleniya bermasligi mumkin. Shuni prujinalarni ham almashtirish kerak. Xo'p, buni endi remont qilishlarini aytib, porshonlar yorilib ketadigan bo'lsa, yo sinib ketadigan bo'lsa, porshonni almashtirish kerak. Joy-joyiga qo'yish kerak. Keyin mana shu holatlarda ham ko'p joy mana shu narsalar qatirilmaydi, havo so'rib qoladi, sepishga qiynalishadi. Yangi olganlar buni ichida strushkalar bo'ladi-da buni. Mana shu narsalar, qopqoqlar teshiladi. Mana narsalar teshilganda ichida strushkalar tushib qoladi. Mana plastmassani atqoti. Plastmassani atqoti pastda kichkina teshigi bor. Hozir buni ko'rsataman. Mana. Endi buni hozir yuvib qo'yganmiz. Buni ichida bu tomonlarda sal strushkalar bor. Strushkalar ichiga tiqilib qoladi. Tiqilib qolganda u suv tortadigan mana shu tortiqlarga suv tiqilib qoladi. Shunda ham sepishga qiynaladi, davleniyasi past bo'ladi. Keyin yana bitta davleniyani pasayib ketishining sababi mana salinalar ham ketib qolgan bo'ladi. Keyin mana bu narsani rezva bor, shuni chapga yoki o'ngga burash kerak. Agar davleniya tushib ketsa, chap tomonga buraladi, ishlatib ko'riladi. Unda ham bo'lmasa, o'ng tomon, tepa tomonga buraladi, ishlatib ko'riladi. Shunda ham davleniyasini regrovka qilsa bo'ladi. Mana endi bunda 1, 2, 3, 4 ta poложениyada sepsa bo'laveradi. Shlanglar ulashlarini endi sizlarga tushuntirib beraman. Yangi olganlarning xatiga. Ichidan 3 ta shlang chiqadi. Shlang chiqqani bitta baronsa kichikroq bo'ladi, bunisi uzunroq bo'ladi. Kichigi suv tortqichga qo'yiladi. Suv tortqichga qo'yilib, mana bir tomoni temir bo'ladi, narigi tomoni plastmassa. Bunda ham xuddi shunaqa. Ikkita uzun bir xil bo'ladi. Bular
nimaga ketadi, qanotga ketadi. Qanotdagi suv sepish uchun qanotga ulanadi. Endi buni ishlatish xoslariga tushuntirib beraman. Buni bu hozir ochib qo'ydim, mana tepaga qilinganda ochiladi. Bu ikkita tepa pastiga suvni sepib beradiganlari yopiladi. Suvni tortmoqchisiz, tepaga shlanga ulanadi, ulab turib, buni ochib olib turib, nas kardanni ishlatib, traktor ishlatib, harakatga keltirib, suvni tortib olasizlar. Suvni tortib olgandan keyin suv bochkaga suv to'ldi. Suv to'lgandan keyin buni yopiladi. Buni yopib qo'yib turib, kardan ishlatilmaydi. Anaqa, vomni ishlatmaydi nasosda. Endi bunisini ochiladi, mana ikkalasi ochiladi. Ochilgandan keyin suv ketdi. Davleniyasini o'zidan xohlagandek baland past qilib regulovka qilinadi. Qilingandan keyin orqada shtangelda suv sepilaveradi. Buni 540 obrotda ishlatasizlar. Bu esdan chiqmasin. 540 ming obrot bularga ko'p narsaga 1000 obrot kuchlilik qiladi bularga. To'kib tashlaydi. 540 ta ishlatiladi. Endi suvni bo'chish holatlarini ko'rsatib turadi. Endi bunda hozir qo'yilmagan, ba'zi bir agar xohlasalaring qilib beriladi, teshib turib, uzun shlang mana bunga o'xshagan oq shlankadan qo'yib qo'yiladi. Suvni holatini ko'rib turganlar ekan, oq bochkalarga bu shart emas. Oq bochkaning o'zi ichida suv ko'rinib turadi. Sariqlarga mana xuddi shunaqangi bor, mana sariqda qo'yilgan suvni holatini ko'rib ketish uchun qancha qoldi. Keyin suvni buni ishlatayotganda yana bitta narsa aytib o'tib ketaman. Ishlatayotganda ichiga обязательно 1 yoki 2 paqir suv quyish kerak yoki 4-5 paqir quyib qo'yish kerak. Buni shunday holatda olib borib turib, full holatda suv tortish noto'g'ri. Buni ichiga sal suv borish kerak, havolarni yo'q bo'lishi kerak. Suv to'lib olgandan keyin suv tortadi. Bu ham xuddi suv nasosiga o'xshab, suv kachati bor-ku, suv kachatda suv to'ldirib olib turib, keyin so'radiki, xuddi shunaqa bu ham. Keyin nasosning umrini uzoq bo'lishi uchun bu hozir shunday ham to'ladi. Ko'p fermerlar nima qiladi? Rasxoddan ham yutish uchun, vaqtini ham tezroq yutish uchun temir mana shu joyiga temir nimali motopompa deyiladi. Motopompa suv tortadigan benzinli bo'ladi. U arzimay ham 1 litr bilan qancha ishlaydi-ku? 1 litr bilan juda ko'p ishlaydi. Shu motopompani qo'yib oladi. Motopompani misol deylik, 1 litr bilan 3 kun ishlasa, 3 kun yoki 4 kun ishlatadigan bo'lsangiz, solyarka bilan traktorda yurgizib qo'yib, solyarka bilan tortganingiz, u rasxod ko'proq bo'lib ketadi. Misol traktorda rasxod ko'proq-ku, misol 1 soatda 4 litr rasxod qiladigan bo'lsa, u 1 soatda 100 gram rasxod qiladi. 100 gram rasxod qiladi, bo'ldi. Qilsa qiladi 100 gram yoki bo'lmasa yo'q. Juda ham oz rasxod qiladi motopompalar. Shunaqa qo'yib olsalaring, nasosning ham umri uzoqroq bo'ladi. Umri uzoqroq bo'lishining sababi shu aytayotganimdek, ko'pchilik ichiga suv quymasdan shuni tortadi. Shuning uchun nasosning buzilishi tezroq bo'ladi. Hurmatli obunachilar, sizlarga qo'limdan kelgancha barcha ma'lumotlarni aytib o'tdim. Kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Xudo xolasa, keyingi videolarimizda javob beramiz. Buni shtangeliklar narxini aytib o'tib ketaman. 16 million so'm. Bizni manzilimiz Farg'ona, Marg'ilon, Kattaquruq yonida joylashgan. Barcha texnikalarimiz bor. Narov shtangel, texnika, diski varana, agregatlardan hammasi, kasilkalar bor, frezalar bor. Hamma narsalarimiz mavjud. Telefon qilaverasizlar. Nomerimiz 99lik 916 30 05 telefon raqamimiz.